Assalomu alaykum, xormanglar. Mana shunaqa obstanovkada minimum imkoniyatlarni qo'lga olgan holatda, xullas bugun rob haqida gaplashamiz. Anchadan beri kontent qilmagandik. Bugun roblarni xususiyati va roblarni mani o'zimni ko'rishlarim bo'yicha roblar haqida gaplashamiz. Xo'p, demak, roblar men bitta narsa haqida gapirmoqchi edim. Agar siz rob bo'lsangiz yoki sotuv bo'limi rahbarini boshqaruvchisi bo'lsangiz, eng ko'p menga keladigan savollar ko'pincha uchrashganimizda ular aytadiki, menda har xil sotuvchi bor. Kimdir misol uchun 100 so'mlik sotadi, kimdir 10 so'mlik sotadi, kimdir 2 so'mlik va shunaqangi sotuvchi borki, u 1000 so'm sotadi. Va menda katta qo'rquv bor, bu mijozni yo'qotib qo'yishda. Men bitta narsani aytaman, ya'ni mijozidan men sotuvchini yo'qotib qo'yishdan. Ya'ni bu sotuvchini уже yo'qotdingiz bo'ladi. Rob bu har doim hammani yangi bosqichga olib chiqadigan, yangi levelga olib chiqadigan, har doim qo'rquvda bo'lish kerak emas. Naborot siz yangi mana sotuvchi sekin kattaga boryapti, bu yoqqa chiqyapti, yana kattayapti, ya'ni siz har doim o'stiruvchi joyingiz bo'lish kerak. Agarda unda bu lestnitsa bo'lmasa, siz yuqoridagi qo'rquvda o'tasiz har doim. Bu xodim mendan ketarmikan, ketmasmikan, nima bo'lar ekan, qanaqa bo'lar ekan degan qo'rquvlar sizni har doim tark etmaydi. Demak, birinchisi bu qo'rquvlarni qo'lga olgan holatda sistemani faqatgina bitta xodimga bog'lash noto'g'ri. Chunki faqat bitta xodim orqali sistema boshqarilmaydi va bitta xodim ketganligi tufayli biznesi yopilib ketishi yoki bo'lmasa sotuv tushib ketishi bu juda ham hayratlanarli va noto'g'ri boshqaruv. Xo'p, ikkinchisi o'zi mana roblar ikkinchi qadamda gaplashadigan gapimiz bu roblar 3 xil bo'ladi. Men ko'rgan roblar birinchisi bu hammani teng qilishga harakat qiladi. Ya'ni hamma tenglikda. Hech kim ko'p emas, hech kim kam emas. Hamma o'rtacha 100 so'm, 90 so'm, 110 so'm, 80 so'm, bir-biridan katta farqi bo'lmagan sotuvchilardan iborat jamoat tuzishga harakat qiladi. Kimdir o'sib ketsa ham, kimdir tushib ketsa ham chopadi. Ikkinchisi, chunki nimaga o'sib ketsa chopadi? Qo'rquv bor. Men uni keyin boshqarolmay qolaman degan. Bu qo'rquv aslida bu chempionlarni boshqarish qobiliyati yo'qligidan xolos. Ikkinchisi esa bu tenglik deydi. Ya'ni tenglik, lekin aslida unaqa emas. Ya'ni har doim ich-ichidan kimdir zo'r bo'lishini xohlaydi, kimdir qachondir uni o'rnini egallashni boshlaydi, lekin sistemada hamma narsa tengdek ko'rsatishga harakat qiladi. Demak, 3-qadamda esa bu hamma narsani biladi, halol va prozrachniy desak to'g'riroq bo'ladi. Ya'ni juda ham raqamlarga tayanilgan va hamma o'sayotganlarni yanada ham o'stirishga va eng zo'rlarni kerak bo'lsa mana birinchi va ikkinchi roblar bular 100 so'mlik motivatsiyani harakat qiladi hammaga teng bo'lib berishga. Uchinchi rob esa aytadi har doim birinchi o'ringa kattaroq narsa bo'lsin deydi. Hozir bu haqida ham gaplashamiz keyingi qadamlarimizda. Ya'ni 50% gacha yoki bo'lmasam eng kamida 25% gacha berayotgan motivatsiyangiz aynan shu eng zo'r sotuvchiga to'g'ri kelsin deb aytadi. 3-qadamdagi roblar. Xo'p, demak, mana shu 3 qadam yaxshi, yomon degani emas, prosta shunaqa roblar bor, shunaqa boshqaruv tizimlari bor va shunaqa boshqarishadi. Undan tashqari biza 3-qadam roblar nimani paydo qilish kerak? Bu hamkasblar tarafdan qilinadigan bosim. Bu ishoning eng zo'r bosim. Men Beltinda ishlayotganimda eslayman. Misol uchun siz ish vaqtingizni aytaylik 2 soat ertaroq tugatib qo'yishingiz mumkin. Ya'ni fizически to'g'ri siz hamma o'sha 6 da tugatayotgan bo'lsa tugatayotgan bo'lishingiz mumkin, lekin moralniy miyangizda siz 6 da emas 4 da tugatib qo'yishingiz mumkin-da. Buni tugatmaslikka asosiy 3-qadam bu hamkasblar tarafdan hamkasblar tarafdan beriladigan bosim, ya'ni raqamlar. Misol uchun siz bitta aytaylik sotuvchisiz va ikkinchi sotuvchi bor. Siz kunni yarmida bildingizki 500 so'mlik savdo qildingiz. O'rtacha o'zi har kuni 200 so'm, 300 so'm qilardingiz. Qanaqa his qilyapsiz o'zingizni? Yaxshi, normalniy. Endi siz ko'rdingiz raqamni, ikkinchisi 1500 so'm sotuv qilganligini. Endi bu bosim sizga ta'sir qiladimi? Aynan shu bosim Beltinda sotuvchilarni juda ham zo'r rivojlantirgan, chunki bir-biriga bo'lgan bosimlar orqali, ya'ni bosim deganda ikkinchi sotuvchi sizga telefon qilib aytish shart emas, lekin bu raqamlarni rob tarafidan tashab turilardi. Tashaganligi uchun bu bosimni his qilib, biz aytaylik ishdachi fokusimizni rezultat qilishga, undan o'tishga, ya'ni sportivniy interes oshishiga olib keladi. Ya'ni 3-qadam siz har doim harakat qilishingiz kerak
sotuv bo'limingizda hamkasblardagi bir-biridagi raqamlar bir-biriga ta'sir qilishini. 4-inchisi adolatli bo'lish raqamlarda, hamma narsa prozrachniy bo'lishi kerak. Misol uchun hech kim kechikmasin emasda, kechikish vaqti 9:00 va har doim ko'rsatib turish kerak, kim 9:30 da kirdi. Kim ish vaqti misol uchun 18:00 da tugasa, aytaylik 18:30 da ketdi kim 17:30 da. Bularning hammasi prozrachniy, ya'ni raqamlaringizda hech kimda hech qanaqa shubha bo'lishi kerak emas. Bu juda muhim narsa. Misol uchun sotuvchilar orasida endi ro'p shunaqa qilib to'g'riladi. Yo'q, unaqa emas. Raqamga hamma ishonish kerak. Bu nima olib keladi? Bu shu raqamni to'g'rilashga hamma o'zini aybdor qiladi. Ya'ni raqamlar tushib ketgan bo'lsa, o'sha raqamlarni yaxshilash. Misol uchun qo'ng'iroqlarning soni tushib ketgan bo'lsa yoki bo'lmasam qo'ng'iroqdan bo'layotgan konversiyalarni tushib ketgan bo'lsa, demak hamma bu raqamni prozrachniyligi ishonsa, bu raqamni har doim, mana faqat muammo tug'ilganida raqamlarni ko'rsatish emasda, har doim raqamlarni ko'rsatib turish bu xodimlarga, komandaga mas'uliyatni o'ziga olishga olib keladi. 5-qadam bu 90/10 formulasi. Bu sotuvchilarning orasida ko'proq ishlatilinadi. Yangi sotuvchi olgansiz, aytaylik, sizda 5 ta sotuvchi bor. Hammasi har xil ko'rinishda bo'ldi va unga yana qo'shimcha sotuvchilar qo'shildi endi. Xo'p, 2-3 ta sotuvchilar qo'shildi. Endi siz vaqtingizni 90% ga 10% qilib ajratishingiz kerak. Ya'ni bitta xodimni olasiz, ya'ni bitta sotuvchini olasiz. Unga bor bilgan narsangizni o'rgatishga 90% vaqtingizni ketkazasiz. Juda ham tez o'rgatish kerak bu narsani, ya'ni 1 oylab, 2 oylab emas, misol uchun 1 hafta yoki 3 kun bo'lib chiqasiz. Nimaga? Hammasiga chala-chala o'rgatgandan ko'ra o'rgatasiz, 3 ta qadam o'rgatish. O'rgatasiz, gaplashib berishni o'rgatasiz, darslar o'tasiz. Ikkinchisi o'zi gaplashadi, siz qarab turasiz, yordam berib turasiz, qattasiz. Uchinchisi esa faqat u gaplashadi yoki u sotadi, siz eshitib turasiz. Mana shunaqa qilib 3 ta qadamda 90% vaqtingizni chempionlarni, ya'ni bo'rilarni yetishtirib chiqarishga ketkazasiz. Bo'rilar bular eng zo'r sotuvchilar misol uchun. Tasavvur qiling, mana har xil sotuvchilar bor va ularning orasida yaxshi sotuvchilar paydo bo'ldi. Mana bunga qarab hamma intiladi. Ana shunda sizda imkoniyat bo'ladi. Agarda kompaniyada bo'rilar soni qancha ko'p bo'lsa, bu kompaniya umumiy bo'riga aylanadi. Ya'ni yaxshiroq hammadan nomer 1 sotuvchiga sotuv qilish imkoniyati paydo bo'ladi. Xuddi shunaqa ikkinchi etapda yana kimgadir 90% vaqt ajratasiz, yana mabda kimdir yulduz bo'ladi. Ya'ni sizning vazifangiz hammani yulduzga aylantirish, hammani eng zo'r sotuvchiga aylantirish. Keyin esa mana undan keyingi bosqich nima bo'ladi desangiz, konkretniy endi sizda oddiy sotuvchilar emas, bo'rilar, ana endi siz 90-10% teskari ishlatasiz. Bunga 10% yetadi, bunga 10% yetadi, bunga 10%, ya'ni 10% vaqtingiz yetadi. Siz har bittasiga boshida agar buni qiladigan bo'lsangiz, chala bo'ladi-da, hammasi oddiy sotuvchi, kurtoy sotuvchi emas, oddiy sotuvchi bo'lib qolib ketadi. O'shaning uchun bu chala bo'lmasligi uchun 90/10 formulasini ishlatasiz. Birinchi 90% fokus berib bor narsangizni o'rgatasiz. Keyinchalik ular kuchayganidan keyin, ular tushunganidan keyin, sotuv nimaligini his qilganidan keyin har bittasiga 10% dan vaqt ajratishni boshlaysiz. Keyingisida bu rag'batlantirish, bu yuqorida gaplashgandik, 6-qadamda bu rag'batlantirish, ya'ni siz konkret motivatsiya berayotgan paytingizda bitta narsani hisobga oling. Birinchi o'rin, mani o'zimni maslahatim, o'zimni tajribamdan kelib chiqib, birinchi o'rin va boshqalar degan ustozdan o'rgangan narsalarimiz bor. Ya'ni birinchi o'rin hamma narsada, sportivniy interesda, hamma narsada mana Usain Boltni hamma biladi, eng tez yugurgan, lekin undan 1 sekund orqada qolib ketgan odam bor. O'sha rekordidan boshqasidan tanisizmi kim bu? Tanimaysiz. Xuddi shunaqa, bu yerda ham xuddi shunaqa bo'lsa kerak. Misol uchun 100 so'm budjet bo'lsa, 25% dan 50% gacha 25% dan 50% gacha birinchi o'ringa budjet ajrating. Ikkinchi o'ringa misol uchun 25% xuddi shunaqa yoki bo'lmasam 30%, keyingisiga esa 20%. Yoki 40% ga 10%. Xullas, birinchi bilan ikkinchini orasi katta bo'lishi, 2 bilan 3-chini sootветственно orasi katta bo'lishi kerak. Har doim korxonada birinchi bo'lishga bo'lgan jajda bir xillarda aytishadi. Mani komandamda sportivniy interesi yo'q, farqi yo'q deydi. Chunki siz mana shunaqa motivatsion narsalarni teng beraverib, balkim shunaqaga olib kelib qo'ygan bo'lishingiz mumkin. Ko'pincha holatda buni oldini olish yagona yo'li, aytganimdek, motivatsiyada birinchi o'ringa ko'proq narsalar berish. O'shanda korxonada sog'lom raqobat paydo bo'ladi va asosiy fokus hammada birinchi o'rinni egallash bo'ladi. Chunki nimaga? Albatta birinchi o'rinda ko'proq narsa bo'lganligi uchun. 7-si bu
har doim roblarni ikkinchi top savollardan bittasi talant. Xo'p, ko'proq nima muhim odamga? Talant muhimmi yoki iqtidor muhimmi yoki ko'proq ishlashmi? Men ko'proq buni nomer 7 Ronaldo va Messiga o'xshataman. Qaysi biri talant? Shubhasiz talant bu Messi. Ronaldo esa talant emas, bu faqat ustida ishlagan. Lekin bir-biriga tengligini olib qarasak, qaysi birida ustunlik bor yoki qaysi birida bizni ko'ramiz. Bundan olib qaraganda solishtirish imkoniyati qiyinroq. Qaysidir jabhalada Ronaldo juda ustun, qaysidirda Messi, lekin umumiy olib qaraganda agar faqat talantga tayanlanib komanda qilinsa, bu to'g'ri emas. Siz faqatgina raqamlar orqali qilasiz. Misol uchun bitta sotuvchi 100 ta qo'ng'iroqdan 10 ta sotadi. Ikkinchi sotuvchi bor, 100 ta qo'ng'iroqdan 3 ta sotadi. Endi sizni vazifangiz sotuvchilardagi kayfiyat yoki umumiy jarayonni birinchidan 100 ta sotuvdan 3 ta qilish, ya'ni unumdorlikka oshirish. Unumdorlik ustida ishlaydi. Ikkinchisi esa toki unumdorlikkacha bu endi 10 ta sotish uchun 300 ta qo'ng'iroq qilish kerak. 300 ta. Bu 300 ta qo'ng'iroqqa bir kunda qilmasligi mumkin. Har kuni 120 tadan, 130 tadan, 140 tadan, ya'ni har doim ko'proq harakat qilish kerak. Misol uchun talant 10 ta qadam tashlab nimadirga erishsa, talant bo'lmagan odam, iqtidori yo'q bo'lgan odam deb qarasak, bu 10 ta qadam emas, endi o'sha narsaga 100 ta qadam tashlab erishadi. Siz ham kompaniyada shunaqa muhit qilishingiz kerakki, talant bo'lsa zo'r, lekin talantlarni ustiga komanda qurish kerak emas, asosan raqamlarni ustiga qurish kerak. Ya'ni hamma, misol uchun 100 tadan boya aytdik 3 ta sotyapti yoki eng zo'ri 10 ta sotyapti. Ana o'sha 10 taga hamma intilish kerak, lekin bundan tashqari har bitta sotuvchi o'zini raqamini o'zi yaxshilash kerak. Misol uchun 100 tadan u aytaylik 2 ta sotardi. Bo'ldi, buni yaqin atrofdagi ko'rsatkich birinchidan qo'ng'iroqlarning sonini oshirish, ikkinchidan esa 100 tadan 2 ta nimaga, o'shani 3 ta qilish, 4 ta qilish, keyin sekin 10 taga olib borish. Mana shu 10 taga balkim talant bittada chiqishi mumkin. Ustida ishlash orqali, tez-tez bu narsalarni har doim kontrol qilish orqali esa bunga ozgina vaqt kerak bo'lishi mumkin. Demak, siz komanda qotganingizda eng asosiy e'tibor beradigan narsa bu talant emas, raqam bo'lsa. Har doim disiplina, iqtidori vaqt kelib yutadi. Hozircha robbi ahamiyat beradigan qadamlaridan bir nechtasi shularni ko'rib chiqing. Bu eng bazaviy ma'lumotlar. Bu yog'iga robli ko'proq qaysi ma'lumotlar kerakligi va qayerda ko'proq xatoliklar bo'lishi haqida yana ko'proq gaplashamiz. Salomat bo'ling. Esdan chiqarmaymiz. Sotuv bu san'at.